Pardalarni mijozlab berishardi-da, tashlab ketishardi. Biz ularga yuvib, dazmollab berib baland uzun pardalar olib berishardi-da, mijozlar yuvib berolmay anaqa ilishga qiynalishganda, biz ularga yengil bo'lsin deb pardani borib karnizdan yechib berib, ilib berish xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Birinchi bo'lib shu kir yuvadigan texnologim bilan dazmolchim borib, pardalarini karnizdan yechib ilib berishganda ularga ancha yengil bo'lgan. Shu sohani yo'lga qo'ydikda, endi hozirga kelib rosa pardalarni borib yechib beradigan, ilib beradiganlar ko'payib ketyapti. Ishimizdan xursand bo'lib, mana shunaqa uzoq paytlarda mijoz bo'lib qolgan kecha xodimlarim borib 7 metrli pardani ilib berishdi-da. Uni uncha-muncha pardachilar ilib berolmaydi. Bizda pardani borib karnizdan yechib berayotganda, ilib berayotganda quruchoklarini ham yengillab beramiz. Tushib qolgan, sinib qolganlarni o'rniga qo'yib beramiz. Osilib qolgan pardalar bo'lsa, srazu xodimlarimiz o'lchab olishadi-da, kelib tikuvchiga uzun bo'lsa, tagini kestirib, chiroyli qilib ilib beramiz. Bizani farqimiz yuvib bergan pardalardan yillab mana yana qaytadan yechib olib ketayotganimizda ham shu xushbo'y hidlar kelib turadi pardalarimizdan. Mijozlarimiz ko'pincha aytishadi, nima qo'shasizlar, juda ham sifatli ishlanglar deb xursand bo'lganda men rosa xursand bo'lib ketaman. Agar sizlarga sifatli pardalarni yuvib berish, karnizdan yechib ilib berish xizmatlarimizga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar, kutib qolamiz.